Ma'rif degan nima? Milodidan burunqi 1-asrdan 21-asrgacha bo'lgan mashhurlarning javobi. 1. Maktablardagi ma'rifning asosiy maqsadi faqatla ilgiriki ajdodlar qilib kelgan ishlarni qila oladigan kishilarni yetishtirib chiqarish bo'lmasdan, balki yangicha ishlarni vujudga chiqara oladigan o'g'il-qizlarni vujudga chiqarish bo'lishi kerak. Jean Piaget, shvetsiyalik psixolog, faylasuf. 2. Ma'rif degan sening qanchalik narsani asli saqlay olganliging emas, yoki sening qanchalik narsa bilganligingmi emas. Haqiqiy ma'rif degan o'zing biladigan narsalar bilan bilmaydigan narsalarning orasini farqlantira olishingdir. Anatoliy Frans, Fransiyalik shoir, yozuvchi. 3. Ma'rif sen dunyoni o'zgartirish uchun ishlatiladigan eng kuchli quroldir. Nelson Mandela, Janubiy Afrika prezidenti, mustaqillik jangchisi. 4. Ma'rifning nishoni bizga go'zallikni so'yishni o'rgatishdir. Aflatun, milodidan burunqi Grek faylasufi. 5. Ma'rifning funksiyasi kishiga cho'nqur fikr qilishni va tanqidiy fikr qilishni o'rgatishdir. Haqiqiy ma'rifning maqsadi aqliy iqtidor va xarakter yetiltirishdir. Martin Luther King, aktivist, insonparvar. 6. Ma'rif birov maktabda o'rgangan narsasini unutib ketgandan keyin uningda qolib qolgan narsadir. Albert Einstein, fizika olimi. 7. Bir ideyani qabul qilmasdan turib, u ideya ustida fikr yurgizoladigan bo'lish ma'rif tarbiyasi ko'rgan fikr egasining belgisidir. Aristotel, milodidan ilgiriki Grek faylasufi. 8. Kishi o'z tarbiyasini nurg'unlagan xatoliklar, azoblanishlar va baxtsiz kechirmishlardan oladi. Romain Rolland, Fransuz yozuvchisi, tadqiqotchi, ijtimoiy faoliyatchi, musikshunos. U 1915-yili Nobel adabiyot mukofotiga erishgan. 9. Ma'rif chelak to'shqizish emas, balki chiroq yoqishdir. William Butler Yeats, irlandiyalik shoir. 10. Ma'rif demak hurlik demakdir. Paulo Freire, braziliyalik pedagog, faylasuf. 11. Ma'rif erkinlikning oltin eshigini ochadigan ochqushdir. George Washington Carver, tabiiy fan olimi, botanik, pedagog. 12. Ma'rif madihaga loyiq narsadir. Biroq har qachon shuni asli saqlash yaxshiki, o'rgatalaydigan bo'lishdanmi bekrak bilishga arziydigan narsa yo'qdir. Oscar Wilde, Irlandiya yozuvchisi, shoir. 13. Ma'rifning tubki maqsadi o'zini ko'radigan aynaklarni o'zidan yiroqdagini ko'ra oladigan aynaklarga o'zgartirishdir. Sidney J. Harris, jurnalist. 14. Ma'rifning maqsadi quruq kallani uchuq kallaga o'zgartirishdir. Malcolm Forbes, nashriyotchi, siyosatchi. 15. Texcha yeshkim bolalarning ruhiyatiga yo'shiringan hissdoshlik, oqko'ngillik va sexiylik qatorliq boyliqlarni his qilib yetalmadi. To'g'ri ma'rif uchun qilingan har bir tirishchanlik cho'qim bu xazinalarni ichish uchun bo'lishi kerak. Emma Goldman, siyosiy aktivist, yozuvchi. 16. Ma'rif qorong'u zulmatdan yorug'likka chiqish harakatidir. Alan Bellum, faylasuf, akademik. 17. Ma'rifning maqsadi yoshlarni o'zlarining hayoti orqali
o'zini ayblashga tayyor qilishdir. Robert Hutchins, ma'rif faylasufi. 18. Ma'rif ko'rik yasash masalasidir. Ralph Ellison, yozuvchi, adabiy tanqidchi. 19. Haykaltarashlik marmar toshni uyish bo'lsa, ma'rif ruhni tavlashdir. Joseph Addison, shoir, operator, siyosatchi. 20. Ma'rif kelgusining pasportidir. Kelajak bugun uning uchun tayyorlik qilguvchiga mansubdir. Malcolm X, ministr, inson haqlari faoliyatchisi. 21. Ma'rif g'albilik hayotning oshquchi. O'qituvchilar o'quvchilarning hayotiga mangulik ta'sir ko'rsatdi. Solomon Ortiz, Amerikalik millat vakili. 22. Samimiyat va go'zal fazilatning yiltizi yaxshi ma'rifdir. Plutarch, Grek tarixchisi. 23. Tarbiyalash xarakteridagi ishlarning eng unumliki balaning hujrasida bo'lungan parangdir. William Temple, Angliyalik o'qituvchi. 24. Ma'rif inson ruhini eng yaxshi narsalarga yetaklaydi hamda ulardan eng yaxshi narsalarni vujudga chiqaradi. John Ruskin, Angliya yozuvchisi. 25. Ma'rif o'rgangan narsani unutib ketgandan keyin qolib qolgan narsadir. B.F. Sickner, psixolog, ijtimoiyat faylasufi. 26. Ma'rifning eng buyuk nishoni tafakkurni bezash emas, uni mashqlantirishdir. Shundaqla kallaga boshqalarning birikmalarini qachilash emas, birovning o'z tafakkurining kuchini ishlatishini o'rgatishdir. Tyrone Edwards, teolog. 27. Ma'rif ochiqlanmay va o'zingga bo'lgan ishonchingni yo'qotmay turib, har qanday narsani anglashga vosita bo'ladigan iqtidordir. Robert Frost, shoir. 28. Anam mening cho'qim johillikqa qarshi bo'lishimni, ammo savodsizlikni to'g'ri tushunishimni aytgan edi. Shundoq odamlar borki, maktabda o'qiy olmagan, ammo oliy maktab professorlaridanmi tarbiyalik va aqlliq. Maya Angelou, yozuvchi, shoir.